Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonizog'ov. Bugungi mavzuyimiz bu quloqdagi shovqin haqida aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni quloqdagi shovqinni o'sha kelib chiqishining sabablari, uni qanday qilib bartaraf qilish mumkin va qanday holatlarda biz yordam bera olmaymiz. Mana shu haqida aytib o'tmoqchi edim. Demak, fan tilida, bizning tilimizda quloqdagi shovqin bu tinnitus deb aytiladi. Ya'ni demak, o'sha asosiy masala bu yerda shovqinning sababi bu yerda o'sha vestibulocochlearis degan nerv bor. O'sha nervni demak juda ham qo'zg'alib ketganligidan yoki sezuvchanligi pasayib ketganligidan yuzaga keladi. Endi buni davolash uchun o'zi nima qilinadi? Ko'pchilik lorlar o'sha audiometriyaga yuboriladi bemor. Bemor audiometriyaga yuborilgan paytida o'sha quloqdagi shovqinning sababi aynan nerv ekanligi aniqlanadi va u kelgandan keyin buni men yordam bera olmayman, buni nevropatologga borib uchrashlaringiz kerak bo'ladi deb aytiladi. Va bizning oldimizga kelayotgan bemorlarimizni 90% aynan nevropatologdan keyin oldimizga kelishyapti. Nevropatologga borishgan, nevropatolog bilan suhbatlashishgan, ular o'sha dorilarni olgan, hattoki 1 oy, 2 oy, 3 oylab yurganlar bor va oldimizga kelishyapti. Hamda kelgan paytida ko'ryapmizki, hech qanaqangi demak ta'sir qilmagan. Demak, bunaqa bemorlarga biz avval audiometriya 100% aytamiz, audiometriya qildirib keling deymiz. Audiometriya qilib keladi, qilib kelgandan keyin oldimizga qaytadi, kelgandan keyin ko'ramiz. Biz o'zimiz qilmaymiz audiometriyani. Buni maxsus lor vrach, surdolog degan o'sha mutaxassisi bor. Biz Samarqand viloyati Samarqand shahrida turamiz va Samarqand shahrida yaxshi bitta demak surdologlar jamoasi bor, o'shalarga yuboramiz. O'sha ishonchli, aniq, bilimli yigitlar, o'z ustida ishlaydigan yigitlar, doim ishlab yuradigan yigitlar, o'shalarga yuboramiz va ular bizga aniqini aytishadi va ko'ramiz. Ko'rgan paytimizda qaraymizki, demak, muammo nervda va aytamiz. Bu bemorni biz demak davolay olamiz. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda burun orqali quloqqa dori yuborishimiz mumkin agar nog'ora parda tiklangan butun bo'lsa, yoki quloqning ichidan o'sha nog'ora pardani o'ziga demak uni og'riqsizlantirib demak yuborishimiz mumkin bo'ladi, demak dorilar. Bu qilishimiz kerak va ikkinchi ishimiz bo'ladi. Demak, aynan mana shunaqa qilib biz o'sha holatni o'zgartira olamiz. Ya'ni aynan mana shunaqa usulda demak biz bemorlarimizni davolaymiz va 5-6-kunga kelib bemorlarimizni o'sha deyarli hammasida kelayotgan bemorlar deyarli hammasida quloqda shovqin to'xtaydi. Demak, qaysi bemorlarga biz yordam bera olmaymiz? Birinchi navbatda MRT qilgan paytimizda o'sha bu yerda MRT ham kerak bo'ladi. Bosh miyada hech qanaqangi o'zgarish bo'lmagan bemorlarda yoki o'zgarish bo'lsa, misol uchun opixil qanaqadir vысочный dolada opixil paydo bo'lgan bo'lsa, biz unga yordam bera olmaymiz. U opixilni olib tashlash kerak, uni neyroxirurgga yuboramiz. Bu birinchi qilayotgan ishimiz. Ikkinchi qilayotgan ishimiz bu bo'ladi, to есть yordam bera olmaymiz. Bu bo'ladi juda ham kuchli insultlardan keyin. Insultlarda o'sha bemorlar yura olmaydi, ba'zir kelgan bo'ladi oldimizga va shovqin bo'lyapti doktor deb aytadi. O'sha paytda biz yordam bera olmaymiz. Qolgan masalalarda demak baholi qudrat albatta Allohning fazliyle maksimal yordam berishga harakat qilyapmiz va yordam berib kelyapmiz. Bu juda ham yaxshi natijalar beryapti. Shuning uchun ham azizlar, agarda sizda o'zingizda yoki yaqinlaringizda quloqdagi shovqin yuzaga kelayotgan bo'lsa va bu yaqin o'rtada paydo bo'lmay turib ancha yillardan beri bo'layotgan bo'lsa ham bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta uni tuzalishi biroz qiyinroq. Ancha yillardan beri 5-6 yil, 2 yil, 3 yil o'rganib qolgansiz o'sha shovqinga qilib turishiga, o'shanaqangi o'rganib qolganlarni davolash biroz qiyinroq. Lekin davolasa bo'ladi ularni ham va yaqinda paydo bo'lgan shovqinlar agarda kelishsa juda ham to'g'ri bo'ladi. Birdaniga demak davo lecheniyalar qilib beramiz. Bu aynan sizlar bilan o'sha qilinadigan ishlar. Deb yuqori ta'kidlab o'tgan, agar sizda o'zingizda yoki yaqinlaringizda shunaqangi holat yuzaga kelayotgan bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Siz agar Samarqand viloyati atrofida bo'lsangiz, bizni oldimizga keling. Biz Samarqand shahrining ichida ishlaymiz, markazida. Telefon raqamlarimiz 97-025-15-45. Agar siz o'sha Tojikistondan, Qirg'izistondan yoki Rossiyadan bo'layotgan bo'lsangiz, ya'ni qo'shni respublikalardan bo'layotgan bo'lsangiz, marhamat Telegram, Instagramim
doktor Jonzoq deb yozsangiz chiqadi. Bundan tashqari mana shu videoni ostida opisaniyada men bilan bog'lanish silkasi bor. To'g'ridan-to'g'ri Telegram orqali bemalol yozib lokatsiyani yuborishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, buni uy sharoitida davolab bo'lmaydi. Yana oldin aytaman. Telefon qilganlaringiz bilan men lecheniya nazначить qilib bera olmayman. O'shani hisobga oling. Siz kelishingiz shart va zarur. Agar kelmasangiz, iltimos, meni ham vaqtimni, o'zingizni ham vaqtingizni o'g'irlamang. Chunki telefonni shaxsan o'zim ko'taraman. O'zim gaplashaman. Shunday vaziyatlar bo'ladi. Yarim soatlab gaplashamiz. O'sha pustata, gapni bir tayini bo'lmaydi bemorlar bilan. Gapni tayini yo'q. Undan ko'ra o'sha siz o'zingizni qanaqadir foydali ish bilan shug'ullanganingiz yaxshi. Men esa mana bu mamlakat kitoblarini o'qiganim yaxshi. Undan ko'ra yarim soat bu men uchun juda katta vaqt. Men yo'q deya olmayman bemorlarga, lekin oldindan o'zi aytayapman, iltimos, agarda kelmayotgan bo'lsangiz, vaqtimni olmang, boshqa shifokorga murojaat qiling. Va yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Agarda demak, kelmoqchi bo'lsangiz, albatta telefon qilib navbat yozdirishingiz kerak bo'ladi. Chunki bemorlar soni juda ham ko'p. Bugun yakshanba kuni kelib sizlar uchun video tayyorlayapman. Lekin qolgan paytlari menda bemor juda ham ko'p bo'ladi va soat kechqurun 6-7 gacha qolib ketmasligingiz uchun mayli ko'ramiz biz. 6-7 gacha hamma bemorlarimizni ko'ramiz oxirgacha, lekin o'sha sarson bo'lmasligingiz uchun, ya'ni ertasi kuni qaytib kelmasligingiz uchun oldindan aytib qo'yaman, iltimos sizlardan telefon qilib navbat yozilib kelinglar. Biz sizga bunda albatta yordam beramiz. Albatta men shaxsan o'zim sizga quloqdagi shovqinni bartaraf qilishga yordam beraman. Avvalo Allohdan, biz sababchimiz, bor yo'g'i o'sha ustozlarimiz aytgan, o'zimiz qo'llab kelayotgan, tajribamizda bo'layotgan dori-ukollarni yuborish natijasida albatta o'zgarishlar juda ham zo'r bo'lyapti bemorlarimizda. Shuning uchun ham azizlar, yuqori ta'kidlab o'tganimdek, aynan yuqoridagi aytib o'tganimdek, mana shu ishlarni qilishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi, aynan sizga juda ham zo'r yordam beradi. Azizlar, agarda savollar bo'lsa, marhamat yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.